Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Bugünkü vaxtına xeyirli olsun. Bugün yana doktorumuz Gunistan Bey bilan birlə Gunistan Bey'nin Avropa Birliği'nin fondu da erişkən və tamamlanğan tuncu projesi haqqında proqram yaparmız. Programı uzaqdan etnografiya, doğruğa Yusufcan. Uzaqdan etnografiya şu vətəndə, hazırkı vətənin şəraitida, həm də vətəndə uçur qamal qılınğan hazırkı əhvalatda tədqiqatçılar vətəndəki uçurlarını qandaq alıdı, qandaq tədqiqat qıldı vətən haqqında. Bu Xitayning bu qamal qilish siyosatidan qandaq bösüb ötüb bu vaqtdagi uçurlarni yığıb və arxivləşdirdi. Bu to'g'risida söhbət etarmiz. Yusufcan, xoş gəlibsiz qayta. Yusufcan, sizden tunç soraydigan sualım uzakta etnografiya degan nim degan gap. Etnografiya degan nim degan gap, uzakta etnografiya degan nim degan gap. Siz bu tədqiqatni erişishdan burun Uyg'ur tədqiqat qandaq bir bo'shliqni ko'zlab, qaysi xil mazmunda tədqiqat olib berishni ko'zlab bu projeni boshladingiz va bu projening maqsadi nima? Yig'ib so'rayaptim. Ha, Kirish so'radim. rahmet. Assalamu alaykum. Sizninki. Meni yeni teklif qilganligingizga ko'p rahmat. Endi etnografiya degan antropologiyaningki birinchi eng muhim tadqiqot usuli bo'ldi. Asli etnografiya degan tadqiqotchi bir yerga berib, ashadagi odamlar bilan birga yashaydi. Ularninki kundalik qilgan ishlarni birga qildi. Shuni orqali Osiyodagi ishlarni cho'nqurroq tushunib qoldi. Ularning tilini o'rganib oldi. Ularninki madaniyat, urf-odatni tushunib oldi. Ondan bir temani tanlab, shu tema to'g'riliq ya kitob, ya maqola yozdi. Menmo vatanga borgan vaqtimda, tunji tadqiqot qilgan vaqtimda, men shu etnografiya, normal etnografiyani ishlatgan. Men Qashqarga berib, Qashqar bilan atishda shikil turib, Uyg'urlarninki shu vaqtdagi madaniyat, urf-odatlarni o'rganib bilib, ondan to'ykunlar to'g'riliq bir doktorlik maqolamni hem boshqa maqolalarni yozgandim. Ammo 2017-yildan tortib men yana Xitoyga bora olmay qoldim. Bo'libmi vatanga bora olmay qoldim. Chunki Osiyodagi qirg'inchilik boshlagandan keyin Osiyodagi tutish, lagerga so'lvetish rasmiy chiqib ketgandan keyin Xitoy hukumat sirtdan keladigan Uyg'ur tilini bildigan, Uyg'ur urf-odat, madaniyatni yaxshi tushunadiganlarni yana kirgizmaydi. Kirgizishni xohlamaydi. Chunki biz boralsak, shu bo'ldigan jinoyatlarni ko'rib, cho'nqurroq tadqiqot qilib, dunyoga deyalaymiz. Shuning uchun shu vaqtdan tortib ta hozirgacha men Xitoyga bora olmayman. Xitoyga bora olmagandan keyin albatta vatanga berib etnografiya ishlatib tadqiqot qila olmayman. Shuning uchun biz ammo meningki vatanni, ashadagi Uyg'ur do'stlarimni, ashadagi Uyg'ur ziyolilar, men bilan birga universitetda ishlaganlarni tashlag'im albatta kelmadi. Elbette yeni tadqiqot qilmasam bo'lmaydi deb boshqa bir usulni izlab shu sirtdan, yiroqdan, uzoqdan tadqiqotni qandoq qilamiz deb o'ylagan edim. Men yolg'izlar emas, jiq odamlar bo'libmi lagerning ishlarini, majburiy emgakning ishlarini, boshqa ishlarni sirtdan tadqiqot qilishga boshlagan. Bo'libmi Uyg'ur tadqiqotchilar uningda bek jiq muhim ishlarni qilgan. Ammo ilmiy jihatdan yaxshi tadqiqot qilish uchun bizning usulimiz ilmiy usul bo'lishi kerak. U sistemlik bo'lishi kerak. Shuning uchun biz sirtdan, yiroqdan, uzoqdan qandoq
sistemlik, ilmiy yaxshi tadqiqot qilalaymiz deb bu proyektni ochdik. Mendan boshqa yana 3 professorlar bor. Ondan biz bilan birga ishlaydiganlar yana ashunaq 10-15 dik tadqiqotchilar bo'lgan. Biz 3 o'xshamaydigan universitetlar birga birlashib, Iroqdan eng yaxshi, eng ilmiy usul bilan qanday tadqiqot qilsak yaxshi bo'ldi deb savol bilan proyektni ochgan. Bizningki oxir chiqargan usulimiz uni uzoqdan etnografiya deymiz. Nimqa etnografiya deymiz uni? Biz borolmagandan keyin shu normal etnografiya qila olmaymiz. Ammo normal etnografiya qilsangiz, siz bir ishdan burun faqatla bir ishni izlaymiz, bir temani qilamiz demaysiz. Etnografiya degan hamma shu yerlik sharoitni tushunish, ondan shu tushunishdan bir temani tanlab, cho'ng keng sharoit tushunishninki ichida bir temani analiz qila olasiz. Shuning uchun bizningki Iroqdan etnografiya deganimiz, biz bir xil manba ya bir xil dokumentlar izlamaymiz. Bir xil tema tanlamaymiz. Biz keng jihatdan hammasini topalaydigan materiallarni yig'ilib, sharoitni cho'nqurroq tushunib, ondan shu tanlagan temalar to'g'riq maqola yozsak bo'ldi. Shuning uchun bizningki usulimizda biz o'xshamaydigan manbalardan jiq material olamiz, jiq data elib, bir arxivga selib, ondan analiz qilamiz. Biz shuning uchun uni etnografiya deymiz, chunki u xuddi hammani ko'rib, ashiyaga berib, odamlar bilan birga yashaydigandek bo'ldi. Masalan, meniki temam to'y bo'lsa-mu, men faqatla to'yga qaramayman. Menmo shu romanlar o'qiyman, chiqargan, televizor kinolar ko'raman, chiqargan yoki odamlar bilan paranglashman, yana sun'iy hamroninki rasmlarga qarayman, hukumat chiqargan shu tashviqotlarni o'qiyman, hem ashiyaga birib kelganlar bilan paranglashaman yoki yangi chiqqanlar bilan paranglashaman degandek. Shuning uchun etnografiya deganimiz u cho'ng jihatdan kengri ko'rib, ondan analiz qilgan u usul bilan albatta tadqiqot uzunroq ketdi. Vaqt uzun bo'ldi. Vaqt oldi. Hem biz o'zimiz yolg'iz qila olmaymiz. Jiq odamlar birga qilish kerak. Ammo analiz cho'nqurroq bo'ldi. Hem shu boshqalar qilgan xatoliklarni biz shuncha oson qilmaymiz. Chunki siz bir manbani tanlab, manbaga qarabla, masalan, bir xil dokumentlarga qarab, uni o'qib, ondan analiz qilsangiz, ba'zi sharoitninki ba'zi yerlarni yaxshi tushunmay, sizning analizingiz pek oson xato bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun keng jihatdan qarsak, shu sharoit kontekstga ko'proq qarsak, vaqt ko'proq ketsa-mu, analiz cho'nqurroq bo'ldi, hem xatoliklar ozroq bo'ldi. Mush noktada sizden yani sual soray hazır metodlar doğruluk anca muş tepediniz sünni emrediniz bir görüşmediniz muş yani texim çoğunkurak bir uzaklap verem siz mesela
chet elda turib, masalan, vatanni tadqiqot qilmoqchi bo'lgan tadqiqotchilar yoki yoshlar bo'lsin, buni metodlari to'g'riliq yana ozroq cho'nqiroq uzoqlab bersangiz, bu to'g'riliq bir narsalarni o'rganaylik. Ha, ma'qul. Ya Bizning metodoloji qismi qandayroq degandek shu metod ha, qismi. metodninki bunisi qadimlar bor. Birinchi qadim bo'lsa, jiq material yig'ish. Qandoq material bo'lsa, bo'laverdi. Shu vatandan bo'lsalar, yig'ilib, masalan, chiqargan kino bo'lsa, tashviqot bo'lsa, Sun'iy Imronninki rasmlari bo'lsa, yangi chiqqan odamlar bo'lsa, yoki shu Germaniya yoki boshqa davlatlarda uzun turib qolgan Uyg'urlar o'ziniki tuqqanlar bilan paranglashib, ma'lumot yetkazadigan shunaqa ma'lumotlar bo'lsa, yoki lager shahidlar bo'lsa, hamma shu topadigan ma'lumot yoki bo'lmasa vatanninki ichidagi torbetlardan e'lon chiqargan narsa umu bir xil material bo'ldi. Pek muhim bo'lmasami shu sharoitini tushunish uchun yordam berishi mumkin. Sayohatchilar berib ularninki videolarni yoki rasmlarni ko'ramiz. Ular bilan paranglashib turamiz yoki muxbirlar borsa vatanga ular boshqa bir hikoyani yoki boshqa bir narsani izlab yozsimi ular jiq boshqa narsani ko'rdi. Masalan, Urumchiga kelsa, kim uning oldiga chiqib, nimani so'rgan, qanday qilgan, shunaqa narsalarni so'raymiz. Kichik narsalarni so'raymiz. Masalan, oshxonalarda qanday tomoq bor, qanday tomoq yo'q degandek, yoki shu menyu uyg'urchada bo'lamdi, xitoychada bo'lamdi degandek, yoki shunaqa narsalar Yani hojatxonaga bor. qaysi nuqtalardan chiqaroq ahamiyat bersa, masalan, tilning o'zgarishimi yoki jamiyatning o'zgarishimi yo hukumat siyosatining ta'sirimi Uyg'ur xalqiga? Biz şu vaqtda, shu o'tgan proyektimda, hozir yangi proyektim chiqdi. Lekin o'tgan proyekti bo'lsa, har bir tadqiqotninki o'z temasi bo'lgan. Biz hammamiz o'xshamaydigan temalar tanlab, Bir shuni projektning to'g'riq ichida bir necha tema bor yani. shuni to'g'riq maqola chiqargan. Chunki bizniki proyektning temasi metodologiya, tadqiqot usuli bo'lgan. Lekin meniki hozir yangi bir proyektim chiqib qoldi. Yeni Yevropa ittifoqidan pul elib, Proza. yeni 5 yillik proyekt chiqib qoldi. U proyektimiz maxsus tuqqandochilik to'g'riq bir proyekt bo'ldi. Jamoat qo'shnidochilik, tuqqandochilik munosabatlar qandoq o'zgarib ketganligini biz tadqiqot qilamiz. Ammo shuni to'g'riq keyin paranglashsam bo'ldi. Men hozir xalqi qadamlarni deyman. Birinchi qadam shu material yig'ilish. Qancha ko'p bo'lsa, qaysi bo'lsa bo'laverdi. Biz cheklanmaymiz. Qandoq material bo'lsa, vatandan bo'lsa, ya vatan to'g'riq ma'lumot bera olsa, biz nisbatan muhim bo'ldi. Chunki shuni ko'rib, sharoitni tushunamiz. Keyin sharoitniki tushunishining ichiga analiz qilib, maxsus bir tema tanlab, uni analiz qilsak bo'ldi. Lekin oldi bilan sharoitni yaxshi tushunishimiz kerak. Xuddi siz bir roman o'qish uchun oldi bilan tilni yaxshi bilishingiz kerak. Shunaqdek biz oldi bilan qanday material bo'lsa yig'ilib, ko'rib, shuni to'g'riq paranglashib, uniki omillarni cho'nqiroq tushunib, andin ikkinchi qadam uni material tanqid deymiz. Ya manba tanqid deymiz. U tarixchilar uni ko'p ishlatadi. Har bir manba, har bir material, har bir dokument yoki rasm yoki filmniki ma'lumot 100% ishongili bo'lmaydi. Har bir ma'lumot
nereden kelgen, kim bergen, ulanınki şu menzili qandaq boldu, ulanınki ideologiyasi qandaq boldu, nimishqa şu resimni evetken, a resimni evetmiken, qandaq resimlar evetmiken bo'lishi mumkin, qandaq ma'lumotlar bermagan bo'lishi mumkin, uni cho'nqur o'ylash kerak. Her bir member, mayli Xitoy hukumatiniki tashviqoti bo'lsa, mayli Uyg'ur lager shahidlar bo'lsa, mayli bir roman bo'lsa yoki bir televizor program yoki bir sun'iy himoya tatgan bir narsa hammasi shunaq manba tanqid jihatdan ko'rish kerak. Chunki hamma narsa bir xil emas, o'xshamaydigan analiz qilg'il bo'ldi. Shuning uchun biz uningki kontekstini yaxshi tushunishimiz lozim. Ondan 3-chi qadam bo'lsa, ma o'xshamaydigan manbalarningki materiallarni yig'ilib, uni selishtiramiz. Masalan, biz Qashqa to'g'liq ba'zi sayohatchilardan bunyolg'an, biz Uyg'urcha angladik, xeh Uyg'urcha so'zlaydi degan bo'lsa, boshqa sayohatchilardan yo'q, ma kichik bolalar hammasi Xitoycha so'zlaydi degan bo'lsa, ondan biz masalan rasmlar ko'rgan bo'lsak, Uyg'urcha xatlar bormi, yo'qmi degandek, u o'xshamaydigan manba jihatdan selishtiramiz. Uni triangulation deydi. İngilizce Uyg'urchani bilmayman, u triangulation degan siz bir faqat bilish uchun bir manbadan olsangiz bo'lmaydi. O'xshamaydigan manbalardan ko'rish kerak. Karşılaştırma, siliştirme degandek narsa. Shu. Uni cho'qim qilmasak bo'lmaydi. U 3-chi qadam bo'ldi. Ondan boshqa sharoitlar bilan selishtiramiz. Masalan, bizga pek muhim bo'lgan 2017-yildan burun bilan 2017-yildan keyin selishtiramiz. Sharoitlar qanday o'zgarib ketgan. Shu uni yaxshi qilish uchun albatta bizning oramizda 2017-yildan burun vatanda bo'lgan, vatanni yaxshi tushunganlardan ko'proq bo'lishi kerak. Chunki biz shuni selishtirish uchun masalan hozir 2 yilning oldida bir germaniyalik professor vatanga berib, Xitoyninki programmasi bilan vatanga berib, Osiyadagi odamlarni ko'rib, voy mushedagi hammaylar xushal ekan, yaxshi yashaydi ekan deb o'ylab qaytib kelib, shuni to'g'liq bir maqola yozgan. U resmiy shunday o'ylagan bo'lishi mumkin yo bo'lmasligi mumkin. U balkim Xitoyning tashviqotini qasddan qilgan bo'lishi mumkin, yo qilgan bo'lishi mumkin, yo qilmagan bo'lishi mumkin. Uni men bilmayman. Ammo siz bugun borsangiz, ma burungi ishlarni bilmagan bo'lsangiz, balkim shunday o'ylab qolishingiz mumkin. Shu yerlik odamlar bilan yaxshi cho'nqur paralashamiz yoki ular qo'rqib sizga hech nima demagan bo'lsa, shunaqa cho'qim jiq narsalarni ko'rolmaysiz. Ammo burun bilan selishtirsangiz, pek aniq ko'raolasiz. Burun jiq ayollar yog'liq tikkan, hozir yo'q. Burun jiq yoshlarmi soqoli bor, hozir yo'q. Burun masjidga bekchiq odam borgan bo'libmi juma, hozir yo'q degandek. Uni aniq ko'rgili bo'ldi. Shuning uchun shu 2017dan burun bilan 2017dan keyin yaxshi selishtirish uchun bizmi 2017dan burun bo'lgan so'zlarni yaxshiroq tushunishimiz kerak. Uni analiz qilamiz. Biz bugungi sharoitni cho'nqur tushunish uchun shu burungi sharoit bilanmi ko'proq
şug'ullanishimiz lozim. Shuning uchun men hozir bu masalan shu 2017dan burun ya hatto 2014dan burun ya 2009dan burun bo'lgan ishlarni bilib olish uchun hozir Yevropadagi Uyg'urlarni ziyorat qilib, shu maxsus shu burun qandoq bo'lganligini so'rab, undan uni selishtirib, shunaqa selishtirma usulini ishlatamiz. Hmm. Hozir endi bu nimalardan metodologik qismini qilibsizlar birinchi qitimliq projektinglarda va Shuni. u tamomlanibdi. Ve bu tamamlanan neticesi qandaroq bir natija, qandaroq bir analiz yoki qandaroq bir metodologik bir chirtyosh tuzdinglar, buning neticesi qanday bo'ldi? Biz hozir bir kitobni yozyapmiz. Shu uzoq etnografiya degan bir kitob, Remote Ethnography. Shu etnografiyada shu men hozir degan 4 qadamdan boshqa yana 4 qadamni silib shunaqa metodologiyani tadqiqot usulini yozyapmiz. Tahi yozib bo'lamidoq, ammo yozyapmiz. Shunaqa biz o'rgangan narsalarni. Masalan, Xitoyninki torbetlarni qandoq izlash kerak, qandoq tepish kerak, qandoq muhim torbetlar bor, qandoq Hozir social foydalanish media qiymati yuksekmiş. social mediadan Xitoyninki qandoq tadqiqot qilish kerak, Uyg'ur, qozoqlarniki qaysi muhimroq bo'ldi. Ondan Sun'iy Hamra ninki bir necha manbalar bor. Albatta Google Earth bo'lsa muhim bo'ldi, lekin uningdan boshqa texmo cho'nqur chiqargan, texmo aniq ko'riladigan bir necha formatlar bor. Masalan, Yevropa ittifoqininki birsi bor. Uni shu kitobda yozib chiqaramiz. Kitob Xudoyim bo'lsa shu yilning oxirida chiqishi mumkin. Chiqsa u Uyg'urchaga, PDF turkchaga tarjima qilsak bo'ldi ekan. Uyg'urcha, turkchaga tarjima qilsa pek yaxshi bo'ladi. U hammasi Men open turkchaga access. tarjima qilishga mas'ul bo'lsam bo'ldi. Chatoq. Ma'qul. Bo'ldi. Biz sizni ishga solaylik. U Aynan bo'lsam. hammasi open access bo'ldi. Haqsiz bo'ldi. PDF nuqtasini taqitib qo'yamiz. Ondan to'g'ri deysiz, uni tarjima qilgan bo'lsa pek yaxshi bo'ladi. Shubek muhimki, uning ustiga Xitoyni tadqiqot qilganlar uchun birinchi qul manba bo'lib qolgandek hozir ahvol ostida. Bu Shu. Uyg'urlarni, Tibetlarni tadqiqot qilguvchilarga nisbatan. Anki siz degan bir muhim savoldan birini so'ray. Masalan, Yevropa ittifoqi fonladi buni. To'g'ri? Endi Shuni. Horizon degan endi dunyoda endi sosial ijtimoiy fanga beriladigan eng cho'ng projektlardan fondlardan birisi endi dunyoda uning ustiga Yevropa Birligi'de endi ko'proq berdi. Amerikada u yerda tabiiy fanga ijtimoiy fanga oz bo'lgan bilan Yevropada ijtimoiy fanni mahali qo'l ustida tutadi. Endi bu hozirgi tadqiqotlar yoki ikkinchi qatimli qilinadigan tadqiqotingiz Yevropa Ittifoqining siyosatlarini ta'sir ko'rsatdi, masalan, Uyg'urlar bilan munosabatlik siyosatlarda yoki media u bu deydigandek, masalan, Yevropadagi kuchli huquq tashkilotlarini, masalan, hatto Yevropa Birlik parlamentosining Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilik ekanligini e'tirof qilishiga, masalan, bu xil jihatdan Yevropaning siyosatini belgilashga qanday ta'sir bo'ldi, masalan, bu tadqiqotlarning? Biz uningki ta'sir bo'lishi mumkin deb umid qilamiz. Albatta. Ta'sir bo'lishi kerak deb qaraymiz. Chunki biz rost bo'lgan narsalarni tadqiqot qilib, tushuntirib berib, dog'lab so'zlab beramiz yoki maqolaga yozib qo'yamiz. Shuning uchun bizningki umidimizda Yevropadagi siyosatchilar uni ko'rib, uni chuqurroq tushunib, Xitoyga bo'lgan siyosatni o'zgartirganligini umid qilamiz. Meningcha bizning ta'sirimiz hali bo'lgan. Chunki biz to'g'ri ilmiy usul bilan tadqiqotni qilgan,
liqimizni isbotlayolsak, shu isbotlarni elib ularga ko'rsatilsak, ular shu vatan bo'layotgan ishlarga rasmiy ishinib qoldi. Chunki masalan aktivist tashkilotlarmi bek muhim bo'ldi va ham bek yaxshi ish qildi. Biz nurg'un shu Uyg'ur tashkilotlar ham qozoq tashkilotlar bilan birga ishlaymiz. Ulardan ma'lumot olamiz, ham ularga shunaqa bizning topgan narsalar birimiz yoki dars o'rgatib qo'yamiz degandek. Ammo ular siyosatchilarga bir narsani deb qo'ysa yo yezib qo'ysa, ular aslən ishonmasligi mumkin. Chunki ularniki beshidan tortib bir manzili bo'lganligini bildi. Ammo biz ilmiy tadqiqot qilganlar bizning manzilimiz shu rostlikni bilib olish, ham tepsili bayon qilish, shunaqa manzilimiz bo'lgandan keyin bizga ko'proq ishonib qoldi deb qarayman. Shuning Endi uchun men o'ylig'inim chunki Yevropa İttifaqı hamda dunyoda hozir Uyg'urlar, Uyg'ur to'g'riliq tadqiqotga berilgan eng cho'ng projekt mushu desak xatolashamdik. Meni bildig'inim Balkim. masalan dunyoda masalan eng jiq mablag' berilgan va eng nopuzli organdan berilgan bir tadqiqot fondida hamda Yevropa Birligimi bu Uyg'urlarni masalan tadqiqot qilishni nimishqa qandaq o'ylab qoldi masalan. Bu to'g'riliqmi ularning bir nimasi bordu deb o'yladim-ku, bir ko'ngilda bir son bordu deb o'yladim. Balkim bo'lishi mumkin. Ba'zilarninki shaxslarning ko'nglida bo'lishi mumkin. Tamam, Ammo bo'lishi mumkin. tashkilot jihatdan qarasak, institut jihatdan Yevropa Ittifoqi siyosiy sabablardan proyekt bermaydi, Mustaqil. fond He, bermaydi. to'g'ri, to'g'ri. Ular faqatla ilmiy tadqiqot qilish uchun, ilmiy tadqiqot ilgirlash uchun fond berdi. Shuning uchun ulardan so'rasangiz, bizniki siyosiy paydamiz uning bilan bog'lanmagan. Ammo albatta shu yerda o'tirgan bizniki proyekt tanlagan bir necha professorlar bor. Ularning shaxsiy o'ylashicha bizniki qilgan tadqiqotimiz muhim deb o'ylab qolgan bo'lishi mumkin. Uni men bilmayman. Ammo bizningki ta'sirimiz qanday bo'ldi? Ta'sir so'rsak, ta'sirimiz ikki xil yo'ldan keldi. Menimcha birinchi yo'l asli u yo'l bilan maqsa yaxshi bo'ladi deb o'ylasammi, u yo'ldan ancha ma'nomasligi mumkin. Lekin ikkinchi yo'ldan ma'nolaydi deb qarayman. Birinchi yo'l qaysi yo'l deb so'rasangiz, bizniki qilgan tadqiqotlarimiz yaxshi, chiroyli shu osonroq tushunadigan gaplar bilan siyosatchilarga deb qo'yib yo yezib qo'ysak, ular shuni cho'nqurroq tushunib, ondan Xitoyga bo'lgan ham boshqa davlatlarga bo'lgan siyosatni o'zgartirishi mumkin deb umid qilamiz albatta. To'g'ri. Ammo Yevropa İttifaqı hem Yevropadaki devletler demokratik bo'lgan bilan siyosatchilar cho'qim haqninki yo rostninki yo'lga mangmasligi mumkin. Ular Populist. pulning yo'liga ko'proq mangdi, hem shu lobbichiliklarninki gapiga bizning gaplarimizga qaraganda ko'proq anglaydi. Shuning uchun uninki ta'sir, bevosita ta'sir bo'lganligi notayin. Chunki ular bizni ishonsami, yana ularninki manzili boshqa bo'lgan bilan, Maqsadi cho'qim boshqa bo'lgan bilan. maqsadi boshqa bo'lgan bilan, cho'qim dunyoga yaxshilik qilamiz degan o'y bilan siyosatga kirgan bo'lsami, hozir uni tashlab deb birinchi o'zimninki maoshiga yoki o'zimninki kelgusiga
nima lobbychilarning gaplarini anglamasam bo'lmaydi deb o'ylash mumkin. Ikkinchisi shunaqa siyosatniki o'yinda qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ular bizning gaplarga ishonsimi cho'qim siyosatni o'zgartirishi noto'g'ri. Natayın. Ammo ikkinchi yo'lim bor. Biz vatanda bo'layotganlikni siyosatchilarga bevosita demay, xalqqa desak. Ondan xalq uningdan norozi bo'lib, siyosatchilarga besim solaydi. U xalq desam, xalq shu normal odamlar dan boshqami shu muxbirlar bo'ldi, mediaga Entelektüeller. chiqtirgan. Shuning uchun shu besimni ishlatib, shunaqa siyosatni o'zgartiramiz. Uni umid qilaman albatta. Ammo bizning birinchi qiladigan ishlarimiz tadqiqotni yaxshi qilish, analizni yaxshi qilish, rost bo'lgan narsalarni chiqarib yezib qo'yishimiz lozim. Chunki uni maqola, kitob, videolarga solamiz. Uningga hozirgi siyosatchilar diqqat qilmasami, ertadagi siyosatchilar diqqat qilishi mumkin yoki bo'lmasa kelgusidagi odamlar ko'rib turishi kerak. Kelgusidagi sharoitni, bugungi sharoitni yaxshiroq tushunsak, kelgusi sharoitni yaxshiroq tushunolamiz deb o'ylayman. Bu mu Xuddi degende bir tarih bulup bir arxiv bulup kalıdığan bir kıymetlik bir narsa da o. shundoq. Shuning uchun biz uni qanchalik yaxshi qilsak, kelgusida qanchalik tepsili, qanchalik ilmiy qila olsak, kelgusida shunchalik foydasi bo'lishi mumkin deb qarayman. Rahmet, vaktimiz az kaptı. Hem de ikinci kıtımlık projeniz, ikinci kıtımlık projektiniz tasdiqlandı. Müş yıl mı ötkencilik? Müş yılın beşi mi? Yilning 5-oyida boshlanadi. 5. ayda başlandı. İkinci kıtımlık projektiniz doğruluk azırak to'xtalib biring. Ma'qul. Bizning birinchi proyektimizda shu tadqiqot usulini chiqardik. Uni to'g'ri ko'p o'yladik va yaxshi yo'llarni topdik. Shuning uchun u usulni hozir ikkinchi proyekt uchun ishlatamiz. Biz chiqargan usulni hozir shunaqa maxsus bir tema ni tadqiqot qilish uchun ishlatmoqchi edik. U tema bo'lsa Uyg'urlarninki, hem Qozaklar, hem Do'nganlarninki shu 10 yilning ichida tuqqandochilik, qo'shnichilik, kishilik munosabatlar qandoq o'zgarib ketgan. U nima muhim bo'ldi deb so'rasangiz, chunki biz siyosatlarni ko'p ko'rdik. Uni Xitoy solgan qattiq siyosatlarni Xitoy tashviqotlaridan ko'rdik, boshqa tadqiqotlardan ko'rdik. Masalan, masjidga borsa bo'lmaydi, nima namoz o'qisa yoki ro'za tutsa bo'lmaydi degandek Uyg'urcha kitoblarnimi kitobxona, kutubxonadan hem xalqning uylaridan ilib o'tib, tashlab o'tgan nimani ko'rdik. Ammo uning ta'siri, uning odamga, hem oilaga, hem jamoatga, hem jamiyatga ta'sir qandoq bo'lganligini sistemlik tarafdan biz tadqiqot qilamidik. Shuning uchun uningki ta'sirini yaxshiroq tushunish uchun biz 2017-yildan burun bo'lgan tuqqandochilik, qo'shnichilik, kishilik munosabat sistemini hozirgi sistem bilan solishtirmoqchi edik. Masalan, to'y qandoq o'zgarib ketgan. Biz anglasak, nikoh hozir o'quvli bo'lmaydi ba'zi yerlarda.
Lekin ba'zilar uni mexfiy qo'ydi. Yana ba'zi yerlarda shu bek Xitoy bilan to'y qilish mejburiyati yoki besim sildigan ishlar bek ig'ir deb anglaymiz. Boshqa yerlardan ancha anglamaymiz, lekin bormi yo'qmi bilmaymiz. Qanchalik bo'lganligi. Andin shu oilaniki kim uyda turadigan yoki qanchalik oilalar niki bolalari uyda bor ya yo'q, uyg'urcha so'zlamamdi degandek shunaqa ishlarni tadqiqot qilib tepsili jihatdan o'xshamaydigan yerlarni selishtirib, o'xshamaydigan vaqtlarni selishtirib analiz qilmoqchi edik. İntayin yaxşı. Endi siz masalanga bu xil tadqiqotlar olib berilyotidi masalanga birinchi qatam metodologiyasini qilibsizlar, ikkinchi qatam hamda sohaga texmi jiqaroq odamlar bilan ziyorat qilishinglar kerak, uchur to'plashinglar kerak. Shundoq. Mesela Uyg'urlar bu jihatda sizlarning ziyoratinglarni qabul qilsa, sizlarga qancha ma'lumot bersa, sizlar uchun texmi foydasi bo'ldi axcham. Shundoq, Şoňuşqa shundoq. ma ekran aldydaki bütün qeyrindaşlardan soraýdygynymız eger Guniye mesela wetenге berip kelgen yoki wetendeki urug tuqqanlary bilen dowamly alakalanyşyp turdygan weten hakynda kuldy uçur bar Uygurlar bolsa Guniýanyň ziýaratyny qabul kılsaňlar bu ýerde bütünlej uçur bexaterlik jihetden intaýyn gatyk Ýewropanyň standartlary, Ýewropanyň ölçemleri boýunça gowduldy. Biz bilen alakalaşsaňlar şu nimeniň bizniň Facebook'tan, Instagram'dan yoki YouTube'danmy bizge uçur ýazsaňlar boldy. Kısa uçur ýazsaňlar. Instagram'ymyzdan bar, Instagram'ymyzdan uçur ýazsaňlar boldy. Bunyň bexaterlik jihetdeki näsini hazır Guniýa siz azrak izahlap beriň. Rahmet sizga. Shundoq. Sizlarninki ma'lumotlaringlar bizga pek lazım bo'ldi. Biz ularni ilib, shu boshqa manbalardan ko'rgan ma'lumotlar bilan selishtiramiz. Ammo Uyg'urlar ham Uyg'urlarninki tuqqanlaridan kelgan ma'lumotlar albatta bizga eng muhim bo'ldi. Biz muxbir bo'lmagandan keyin, tadqiqotchilar bo'lgandan keyin biz shu resmiy ismlar yoki rasmlarni ishlatmaymiz, yozmaymiz. U hammasi shunaqa yoki kimdan ma'lumot olgan manbalarni yozmaymiz, chiqarmaymiz. Shu jihatdan u bek bexatar bo'ldi. Uning ustiga biz ko'rishib ma'lumot alsak, ziyorat qilsak, biz eng yangi bexatar texnologiyalarni ishlatamiz. Hech kim uni ko'rolmaydi, chiqarolmaydi. Ekleyenmeydi ona. Shundoq. Shuning uchun sizlar ansirmasangiz bo'ldi. Biz uningga bek diqqat qilamiz. Ammo xohlasanglar biz sizlardan bek shu ma'lumot olg'imiz bor. Paranglashishimiz, ziyorat qilsak sizlarni bizga bek muhim bir ish bo'ldi. Bek muhim bir ishni qilgandek bo'lamiz. Endi bizning Uyg'urlarda shunda bir qo'rqish bor ish qilib bu uçurlarni masalanga bular mo'y uçurlar mesela o'tirib o'ylaymiz Uyg'urlarning taqdir to'g'riliq qanday qilsak bular nima ish qilsak bo'ladi, ala undaq qildi, ma tashkilot mandaq qildi, ma tashkilot undaq qildi deb kesh-keshi to'g'ri bir-birimiz bilan urush qilamiz, bir-birimiz bilan ichishimiz. Masalan, mana Uyg'urlar uchun xizmat qilganingiz bo'lsa, tashkilot qurmaymi, ish qilmaymi, o'zingizning bor, o'zingiz sahib bo'lgan, o'zingiz ega bo'lgan ma'lumotlarni berish orqali bu xil Uyg'urlar to'g'risidagi bir tadqiqotning Yevropa Birligidan tarafidan nim qilingan, organiz qilingan bir tadqiqotning tashkillangan bir nimaning projektning bir tadqiqotning sog'lomlik uchun, yaxshi ilgirilish uchun Uyg'urlarning ilib berilayotgan irqiy qirg'inchilikning bir tarix bo'lib arxivlash uchun kuch chiqara olasiz, to'p qo'sha olasiz.
Şuňaşka bu Şuna. jihatda watan berip kelepatganlar, watandagi urug-tuqqanlar bilen alaqasy bala ýa-ki watan toğruluk her qanday uçur bolsun meýli. Biz bilen alaqlaşyňlar, biz bunyň koordinasiýonyny kılymyz, maslaşdyrmyz. Gony bilen bir uçurşyp, bu toğruluk intaýyn bexaterliklerine nim kılıngan asasda, bexaterliklerine ähmiýet bergen asasda buny ilip barsak boldy. Hemmeňlarga Elbette köpden u köp rahmet. hmm. Ya. Elbette u eng muhim boldu. Hı. Sizlerinki bexaterlikler eng muhim boldu. Çünki biz şu tetkiqatny asasen uygulaw üçin hem uygulap billi kılymyz. Şoň üçin uny ýaxşy kılış üçin elbette şu ehlak jihetden qarsak hem kılmasak bolmaýdy, emma bek bexeter jihetge bek 100% diqqat kılmasak bolmaýdy dep garaýmyz. Sizge Elbette, rahmet elbette. Ihsan. Sizge rahmet. En ahirde sizden bir küçük bir soğal sorarlarçı unutup kaldım. Hem de bu Ha, antropologiya bilen sosiologiyanın ikisinin metodologik jihetden mi, tadqiqat usul jihetden mi farkyndy go. Hem de sizler çıksa hı, sady uçur yığyslar, onu ham materialni pişirlep işleýsler bir uçur süptide. Bir hı, hı, ilki informasiýon süptide. Anyki hı. lekin onuň ilki sosiologik Sosiologik nimisini kılamsızlar, analizini kılamsızlar. Mesela Xitayning siyasetleri mama özgürlüşler kivitipdi. Bu Uygur cemiyetini manda özgertiyotu dep sosiologik analizlerim var mı? Ha, unda analizlarni kılymyz. Hı. Biz başga tetkiqatçılar bilen birli işleýmiz. Ulardan ýardam ilip alymyz. Hem şuny togluk bolgan tetkiqatlaryny elbetde o çykyrgan makalalaryny okuýmyz. Hem bizninki meglumatlarymız ular bilen şu başga tetkiqatçılar bilen körüp birli analiz kılıp ularınki başka metotlardan mı faydalanalımız? Köpten köp rahmet Goni. 30 minutda planlagandyk bugünkü 42 minut biz Uygurlar gep tügmeýän Goni Uygurda öte Goni Uygurda öte Uygur. Şu an gepimiz tügme 42 minut bolup ketdi. Müşkemikçi bizning gepimizni anlap körpeginalar üçün köpten köp rahmet. Programmamız müşahede taqdyk. Goni sizning qaýta ýana ziyaret kılışga töt göz bilen kütümiz. Hem onlarning muş Rahmet. wagtyna haýrlyk bolsun. Köpten köp Ha. rahmet.